Mana shunaqasini ko'rganmizda 700 ta sikl bo'lgan pashishto telefon mana 100 yonkisda turibdi. Hali beri mana boshida og'aynim tutyapti telefonni. Boshida yopishtirgan siklon hali ham turibdi deyapti. Mana orqada qarab turgan o'g'riga o'xshab Muhammad bo'ladi. O'rtoq, realni batareyka hech bola almashtirmagansa 700 ta siklda hali ham maksimalni 100 yonkis turibdi, to'g'rimi? 700 ta sikl 100% zaryadkada hech qachon to'lmagan, zaryadka 0 bo'lib ham o'chmagan umuman. Telefon shu paytgacha ham umuman to'lmagan, umuman o'chmagan, to'g'rimi? Yo'q. 100 yonkis ko'rmagan bu, ani 100 zaryadka foizini ko'rmagan umuman. Yo'q, bir xil odamlar bo'ladi, ani yonkisdan tushib ketadi, yonkisdan tushib ketadi deb yuradi-yu, o'shalarga nimani maslahat berasan? Telefonni ishlatish kerak faqat. Zaryadga tiqqanda ham o'ynayman, kino ko'raman, вообще farqi yo'q. Просто telefonni kayf qilib ishlatish kerak. Yo'q. Okalar mana batareyka hech bola almashmagan deyapti. Rostdan aytyapti. Telefon e'tibor berasizlar, 2023 noyabr bo'lsa, 2024 fevralda ochilgan 700 ta sikl, yonkisi hali ham 100. Mana batareykalari umuman almashmagan. Tushunadigan odamlar bo'lsa, endi men pastdagi bortlariga, orqalariga qarab turib, mana telefonni holati ham ideal. Olgandan beri bitta chexolni ishlatasanmi rostdan? Bitta chexol umuman yechilmagan. Hozir video uchun ikkinchi marta yechilyapti. Yo'q, chexol yechilmagan. Ikki emas, siklos.